Hammaga assalomu alaykum. Bayramingiz muborak bo'lsin barchaga. Har bayramda hayitda biz uydagilar bilan pataxalaga yuramiz, qarindosh urug'larga boramiz tabriklashga va bugun ham odatdagidek bizda shunaqa bitta narsa aytib qo'ymoqchiman-da. Kiraman Telegram, Instagramga chatlarim shunaqa to'lib ketgan bo'ladi. Hamma tabriklagan bo'ladi va aynan bayram kunlari menda erinchoqligim shunaqa tutib biram 100% ga chiqib ketadiki, hech kimga javob bergim kelmaydi, ishonasizlarmi? Va o'ylayman, xafa bo'lib qolishmasmikin javob bermasam deb o'ylayman-da. Shuning uchun mabodo kimgadir javob bermasam, bilinglar, shunaqa telefonni ushagim kelmaydi shu kunlari. To'g'ri tushunasizlar. Seni ham bayram bilan tabriklayman bitta qilib shu istoriyamda. Kimda yana shunaqa? Kim ayta oladi? Aynan bayram kunlari biram javob bergisi kelmaydi. Qolgan kunlari bemalol yoshib o'tiraveradi yaqinlar bilan. Menda shunaqa bo'lib qoladi.